chuvstuvalaga bo'lgan yolg'onni kechirib bo'lmaydi. Faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi bu? Davom etasizlarmi yoki yo'q? Yo'q. Sinurga turmush qurish haqida taklif berganmisiz? O'shanda bitta bola bilan ko'rib qolganman chatlarni. To'xtanglar, demak, Ozod sizni majnun bo'lib sevganingizni ko'rganlar. Mensimagan odamga men dokazat qilib qo'yishga harakat qilaman. Qasosning natijasi sifatida uylanib ketarsiz balkim. Men Sinurni sevaman. Sinur bilan o'sha paytda mashinada qanaqa suhbat bo'lgan? Xiyonatni kechira olmayman. Bitta erkakni baxtli qila oladigan qiz. Men uydagilarni sovchilikka jo'natib, balki hozir to'yimiz bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Assalomu alaykum. Oxirgi 1 yilda aktiv holatda rivojlangan ham bloger, ham muzikant va so'nggi kunlarda o'z kayfiyati bilan Instagram olamida shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Ibrohim Erkinjonov bilan bugun barcha shubhalarga nuqta qo'yuvchi suhbatni amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Xosiyat opa. Assalomu alaykum Qiyofa podkast kuzatuvchilari. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Sizni vohimalaringizdan men o'zim hayajonlanib qoldim. Tinchmi, ish qilib, hammasi yaxshimi? Mayli, sekin bilamiz, tinchmi yo'qmi? Anaqa oxirda. Xo'p. Qiyofa podkast haqida men qisqacha ma'lumot beraman. Aslida bu podkast har bitta insonni asl qiyofasi, odamlar ko'rmayotgan xarakteri, qobiliyatlarini odamlarga ko'rsatish va bu orqali odamlar to'g'ri narsani o'ziga olib, noto'g'risini olmaslik uchun biz shu loyihaga qo'l urganmiz. Fitna, g'iybat kabi yomon xususiyatlarga bu joyda o'rin yo'q va hozirda kuzatuvchilarga aytamiz. Bugun barcha haqiqatlar ochiladi, barcha shubhalarga nuqta qo'yiladi. Kuzatib turinglar. Shunga mos har xil savollar tuzilgan va bugun sizni shaxsiyatingizni maksimal darajada ochib beramiz. Rahmat. Tayyormisiz? Albatta tayyorman. Juda ham yaxshi. Birinchi savolimiz. Ibrohim, hozirgi kunda Ipochika adashmasam, Ipochik ostida faoliyat olib borasiz. Sizni tanimagan odamga birinchi bo'lib o'zingizni kim sifatida tanishtirasiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Ibrohim. Yoshim 23 ta. Oilada eng katta farzandman va bitta o'g'ilman. Instagramda Ipochikniki bilan topsanglar bo'ladi meni, YouTube boshqa yo'llarda ham. Muzikant, vayner, aktyor desa ham bo'ladi, qaysidir ma'noda serqirra ijodkor desa ham bo'ladi meni. Xo'p, shu qisqa lo'nda tanishtirganda shunaqa. Juda ham yaxshi. Va hozirgi paytda o'z savollariga javob olishga kelgan bo'tga, ya'ni savollarga javob berishga kelgan bloger. Juda ham yaxshi. Qalbimda shu gapingizdan keyin bitta niyat o'tdi. Ilohim bu suhbat hamma uchun manfaatli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Yaxshilik bilan tugasin. Juda ham yaxshi. Xo'p, oilangiz haqida aytib o'tdingiz. Ya'ni katta farzandsiz, birinchi bosh farzandsiz. Umumiy holatda oilangiz qanaqa oilada katta bo'lgansiz? Masalan, tashqi ko'rinishingizda endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, erkatoyroq, deylik, yengil hayotga o'rgangan bolalarni rolida ko'ramiz. Ya'ni boy oilada katta bo'lganmisiz, qanaqa o'zi? O'rta hol oilada katta bo'lganman. Ota-onam ibodatli odamlar. Ikkita singlim bor. Hammaliga uyimizdagi hamma ayollar hijobda bizada. Ibodatli oila desa bo'ladi. Bitta faqat men shu ajralib qolgan mazgina bu oiladan. No, harakat qilaman imkon boricha men ham namoz o'qish, ibodat qilishga. No, insonni fe'l atvori baribir boshqacharoq bo'lib qolar ekan. Ko'p oilada. Hayajonlanman mazgina. Hayajoningiz sababmi men bilmayman, lekin bundan oldin ham intervyu boshlanishidan oldin aytdim. Ibrohim, siz hozir jahlingiz chiqib turgan uchun shunaqa xarakterda ko'rinyapsizmi menga yoki o'zi shunaqa fe'l-atvorga egamisiz degan edim. Ya'ni xarakter jihatdan juda ham bosiq odam ekansiz-da. Men rollaringizda bunaqa ko'rmaganman, to'g'risi. Men o'zi hayotda sal spokonyroqman, ko'p vaziyatlarda, harakat qilaman baribir xush kayfiyatda yurishga. Instagram meni shu obrazda qabul qilgan. Shu obrazda yoqtirishadi odamlar meni va shu obrazda ko'rishga harakat qilaman ko'proq. Va orada men o'zimga ham yozishdi, aka nima bo'pti, tanishlarim ham yozishdi. Instagram seni ko'rmaganmiz o'zi bunaqa holatda, g'alati bo'lib qoldik. Nima bo'pti o'zi deb yozishdi. Endi ozgina muammolardan shunaqa bo'lib qoldik. Instagramda iloji boricha oxirgi storieslarda harakat qilman, yaxshi kayfiyatda, ya'ni ko'rinishga. Lekin shaxsiyatingiz jiddiyroq, deylik, spokойный odam ekansiz. Juda ham yaxshi. Qalbingizga ozor yetmasin, buni ham aytib o'tishim kerak. Bu suhbatimiz navbatdan tashqari suhbat, chunki biz oldindan 1 oylik rejani tuzib chiqamiz. Rejamizda boshqa odamlar, ya'ni navbatda turgan edi, ammo siz
vohimalar qilib tashlaganingiz uchun bu muammoga chek qo'yish maqsadida bu suhbatni o'tkazyapmiz. Rahmat sizga. Menimcha bu mani o'zimga ancha katta va butun O'zbekiston qiziqyapti bu narsaga desa ham bo'ladi. Mayli. O'sha qiziqishlarga sabab bo'layotgan savollarga yetib kelamiz. Undan oldin sizni boshqa blogerlardan ajratib turadigan plyuslaringiz haqida aytib bersangiz. Bormi o'zi shunaqa plyuslar? Plyuslarga keladigan bo'lsak, serqirrali suhbatni boshida aytganimdek, serqirrali tomonim bo'lishi mumkin. Sababi men muzika yoza olaman. Vayn olish kerak bo'lsa vayn ham olib keturaman, ideya qilish kerak bo'lsa ideya ham qilib keturaman. Yaqinda ostikam sabab bo'lib aktyorlik kurslarini o'qidik. Aktyorlikdan ham ozgina xabarim bor. Shu montaj qilish kerak bo'lsa montaj ham qilaman, syomkasini ham, ya'ni shu serqirrali tomonim desam bo'ladi menimcha. Buyruqlarga itoat qiluvchi, ijro etuvchi inson emas, balki ham muzikant, ham kreativ ideyalarni beradigan odam. Juda ham yaxshi. Xo'p, keyingi savollarimizdan biri oxirgi 10 oy davomida umumiy holatda 1 yil deb ayta olamiz. Juda ham aktivsiz, lekin siz ancha yil oldin chiqqansizda umuman Instagramga. Bu aktivlikni sababi guruhga Senuri qo'shilganimi yoki boshqa sabablar bormi biz ko'rmagan? Qiziq savol. Juda ham qiziq. Xo'p. To'g'risini aytaman, где-то 1 yilcha men ijod qilmaganman. Shu Senur bilan ishlarimiz chiqishidan oldin. O'zim boshqa planlarim bor. Prosta yashaganman desam ham bo'ladi. Ijodkor odam shunaqa-da, uni tabiati o'zgaruvchanroq. Bir qarasangiz yonib ijod qiladi, bir qarasangiz o'zini olamida yuradi. Xuddi shunaqa men o'zimning olamimda 1 yilcha yurgan paytimda sal boshrog'idan kelib beraman. Meni planim bo'lgan, men biznes qilmoqchi bo'lganman. Orada ozgina pulga tushgan joylarim bor. O'shandan keyin o'tirdimda o'yladim. Men o'zi Instagram mediadan ancha ko'nglim sovigan edi u paytda. O'yladimda, javob qidiryapman savollarimga, nima qilsam ekan debdi. Oxiri charchadim. Javob topa olmaganimdan, xudo dedim, men bilmayman nima to'g'riligini menga. O'zing ber yechimini dedim. O'shandan keyin bo'lgan narsa yana bitta katta sabab bor. Abdurahmon akam ofisga kelganlar, o'sha chiqishidan oldin. Ostikam, men Abdurahmon akam turganimizda, Abdurahmon akam Ostikamga nima ishlatmayapsan buni? Nima ishlamayapti bu? Shuncha talanti bor, nimaga chiqmayapti deganlarda, Ostikam ham aytdi, men ham aytdim unga, o'zi qilmayapti, o'zi xohlamayapti. Dedilar, bu yerda sabablar juda ko'p, imенно Senur deb ham anaqa bo'lmaydi, glavnisi Senur deb bo'lmaydi. Bitta narsani qo'shib o'tib ketishim kerak, men o'zim xohlamasam ishlash qiyin bo'ladi-da menga. Senur bu yerda bir qanaqadir, bu ham qisqa o'sha sabablar ichidagi bitta sabab deb o'tib ketsak bo'ladi. Senur, glavni Senur kelgandan keyin yonib ishladingiz yoki-da hamma yoq o'sha Senur motivatsiya beryapti sizga degan narsa, bu sal noto'g'riroq deb o'ylayman. Xo'p, demak, o'zingizni shaxsiy xarakteringizga bog'liq umuman yonib ishlashingiz. Ha, shunaqa. Juda ham yaxshi. Bilasizmi, odamlar orasida har xil gaplar yuradi-da. Masalan, ish bilan shaxsiy hayotni aralashtirish kerak emas. Mana shunaqa fikrlarga qanaqa qaraysiz? To'g'rimi bu fikrlar o'zi asli? Bu fikrlar men baribir bizdan aqlliroq odamlar, bizdan ko'p narsani ko'rgan odamlar aytganini hisoblayman bu fikrni. Shu sababdan ish bilan shaxsiy hayotni aralashtirish sal noto'g'riroq narsa bo'ladi. Bu ko'p tomonlama minus olib keladi odamga. Agar sizlarda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, kuzatuvchilar orasida o'tchi bu yo'lni tutmaganinglar yaxshi. Menda shuncha odamda bo'lgan, menda unaqa bo'lmaydi deb kafolat bilan, ishonch bilan harakat qilmaylar unaqa. Ya'ni 100% ishingizga xalaqit beradi bu narsa. Hozir joningizni berib, odamlarga maslahat berayotganingiz bu sizni boshingiz devorga urilganidanmi? Shunaqa deb ifodalash mumkinmi? Ya'ni shaxsiy hayotni ish bilan aralashtirib yubordingiz shekilli, menimcha. Qisman desa ham bo'ladi va bu narsani yaxshi hamki akalarim bor. Xudo bergan, juda ham men borligiga shukr deyman bu akalarimni. Boshimga urib qo'pol qilayotganda haqiqatda urishmadi. To'g'ri yo'l ko'rsatishdi. O'shandan keyin ancha odamning fikrlashi joyiga tushib oldi. Meni fikrlashim to'yist. Hozirgi suhbatimizdagi savollarni to'g'ri tushunasiz, chunki odamlarning qalbida gumon bor va bu gumonlar sizga ham, ya'ni shaxsiyati bor, Senurga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun shu gumonlarni yo'qotuvchi savollar tuzilgan. Xo'p, Ibrohim, Senur bilan ishdagi faoliyatdan tashqari yana qanaqa munosabatingiz bor? Sevishganmizmi? Yo'q, bizda do'stlik Senur bilan avvalambor. Yaxshi o'sha paramizda
bir videolarda bir-birimizni yaxshi to'ldira olamiz. Va shuning uchun ham ashulamiz yegan qaysidir ma'noda desa ham bo'ladi bu narsani. Senurni o'zini anaqasi bor videolarda shu tomonlama. Unaqa katta narsa yo'q, shu do'stlik aslomni. Ya'ni unga yordam kerak bo'lsa, men berib turaman, menga yordam kerak bo'lsa, joyi kelsa u berib turadi. Mana shunaqa yaxshi chiqishib ishlab ketaveramiz. Xafa bo'lmang, men bu javobingizdan qoniqmadim va ishonmadim. Keling, boshqa savollarga o'tamiz. Meni urishib tashamanglar. Xo'p, Sinurga turmush qurish haqida taklif berganmisiz? Yo'q. Chunki bu narsaga men o'zim tayyor emasman hali. Sababini aytib o'tib ketishim kerak. Kimgadir turmush qurish anaqasini berishdan oldin, taklifini berishdan oldin, meni birinchi o'rinda uyim tayyor bo'lishi kerak hozir. Remont qilishim kerak. Bu yil xudo xohlasa remont qilaman uyimni. Undan keyin baribir ozgina o'rganishim kerak. U inson haqida ko'p yaqinroqdan ham ko'proq o'rganishim kerak deb o'ylayman. Shuning uchun yo'q, taklif bermaganman. Unaqa bo'lsa, oila a'zolaringiz, katta o'g'ilman dedingiz, birinchi bosh farzandman dedingiz, ibodatli odamlar oilasida katta bo'lganman dedingiz. Mana shu munosabatlarga, mana shu hozirda shu bo'layotgan holatlarga uydagilar qanaqa reaksiya bildirishdi? Uydagilar meni Instagram kasbimligini bilishadi. Bu narsalar nima desa bo'ladi? Mana Senur bilan deylik, sevishganlar obrazida ko'rinadigan videolarimiz bor-da. Ularni da to'g'ri tushunishadi, chunki bu meni ishim. Ishim bo'lgani uchun unaqa vaqtmali qabul qilishmaydi. Siz aytmoqchi bo'lganingizdek, suhbatingiz, mana shu savollar boshida ortiqcha narsa yo'q. Unaqa uydagilar yomon qabul qiladigan. Avvalgi loyihalarimizda Senurni siz haqingizdagi gapi, ya'ni kichkina nareska deymiz, Instagramda tarqalib ketdi. Juda ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi va bundan ozgina jahlingiz chiqdi. Va bu jahl konfliktlarga sabab bo'lyapti, adashmasam. Hozir endi faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi bu? Davom etasizlarmi yoki yo'q? Yo'q, ish bilan aytdim-ku, aralashtirmagan yaxshi. Bu narsani ostidan ko'p takrorlaydilar. Shu sababdan ishimizga ta'sir qilmaydi. Qanaqa odamlar bizdan kontent kutsa, biz taqdim etaveramiz u kontentlarni. Baba yashashni davom ettirish kerak, pul topib turish kerak. Shunaqa konflikt bizning ishimizga ta'sir qilmaydi. Men tomonlama bu narsani aytib qo'y. O'zi aslida Ibrohim uylanadigan qiz qanaqa sifatda bo'lishi kerak, ya'ni qanaqa xarakterda bo'lishi kerak? Birinchi o'rinda men ko'proq o'zimnikini o'tkazadiganroq xarakterli insonman-da. Shuning uchun bir tomondan erkak kishi bo'lganim uchun ham u meni gaplarimga ko'p foizli xo'p deyish kerak. Nimadir qilishdan oldin men bilan maslahatlashish kerak u inson, meni juftim ya'ni. Ko'p holatlarda meni uydagilarimni rozi qilish kerak. Oddiy qilib aytganda. Ayol kishidagi qaysi odatda masalan tan olmaysiz, umuman negativ holatda qaraysiz? Bo'ladimi? Shunaqa sifatlar bormi? Masalan, deylik, ayol kishi betga choparligi yoki yolg'onchiligi bilmayman. Ya'ni shunaqa sifatlar hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar bunaqa bo'lsa, men uylanmagan bo'lardim. Yolg'onchi bo'lganda. Ya'ni yolg'onchi bo'lganda ham qanaqa? Ko'p yolg'onlarni kechirsa bo'ladi-da. Immuniy chuvstvalarga bo'lgan yolg'onni kechirib bo'lmaydi. Shu sababdan chuvstvaga nisbatan yolg'on ishlatgan insonni kechirmayman. Ya'ni yoqtirmayman shunaqa xarakterdagi insonni. Xo'p, Ibrohim, savollarimiz orasida juda ham qiziq savol bor. Direktimizning 90% mana shu savol egallagan. Ya'ni istoriyalaringizda aytganingizdek, Senur bilan o'sha paytda mashinada qanaqa suhbat bo'lgan? Senur bilan suhbat etishimdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Boshdan kelaman o'sha kunga. Xo'p, o'sha kuni o'zi men настроением yo'q edi. Ozgina depressiyada edim. Ofisga kelganimda ostikamdan ozgina gap eshitdim. Sen ishlamayapsan, dangasa bo'lib ketyapsan, qat'iyatli emassan, o'zingni rivojlantirmayapsan degan gaplarni eshitdim-da, yana endi bunaqa gap eshitganingizdan keyin настроениyangiz tushadi-ku. Syomkaga ketdik keyin biz. Syomkadan o'sha qaytayotganimizda savol kelib qoldi Senurga. Prosta o'sha yo'l-yo'lakay. Senur dedim, aytib o'tib ketishim kerak, suhbatda Senur ham bor edi, shu ostiga meni urishayotganlarida. Komanda a'zosi sifatida. Da, o'sha momentda Senur ham bor edi. Keyin Senurga savol berdim. Sen ering qanaqa bo'lishi kerak deganimda, qat'iyatli bo'lishi kerak, dangasa bo'lishi kerak emas, mendan kuchli bo'lishi kerak degan javobni berdi. Bu xuddi ostikamning gapini menga qaytarayotgandek, ya'ni meni kamsitayotgandek tuyuldi bu narsa. Chunki Senur bilishi kerak, men ito yaxshi ishlayman. Ito ashulalarni men yozaman, tekstlarni, uni xarakterini men yozaman.
oddiy qilib aytganda o'sha qotgan narsalarimizni katta foizi egallaydi mani ishim. Mani jahlim chiqdi o'sha momentda. Sen mani kesatyaptimi, ishlamayapsan deb kesatyaptimi dedim, jahlim chiqdi. Keyin o'shandan keyin men o'z qasoskorroqman. Viloyatga ketdik. Viloyatda men ishlashni boshladim. Konkretni ishlashni boshladim. Har kuni har xil obrazlar, har xil temalarda. O'shandan keyin viloyat где-то bir oy ichida menga 540 mingta подписчик keldi. O'sha ishlashni boshlaganimdan keyin. O'zimga katta fokusimni o'zimga qaratganimdan keyin katta auditoriya keldi. Ya'ni o'sdim men. Juda ham katta son etdingiz-da, qoyil lekin. 540 mingta keldi. Xullas, o'shandan keyin mana Vyetnamdaligimizda o'zim ito shundan jahlim chiqib yurgan moment edi. Dam olayotganimizda o'sha videoni ko'rdimda, anu jahl 2x bo'ldi. O'sha haligi variant sifatida ko'rmayman. Yo'q, degan gapi 2x bo'lib ketib qoldi. Chunki rostdan Senur bilish kerak edi. Men bu yerga kelishimdan oldin aytmoqchi edim. Rostdan Senur bilish kerak edi men ishlashimni, uni xarakterlarini men yozishimni. Ya'ni boshqa qiz bo'lsa ham men o'sha qizni ovozdan, xarakterdan kelib chiqib turib, bitta zo'r ashula, hit ashula qilib berishga men o'zimga uverimman. Shu narsani qilib bera olaman men. Men yaxshi ishlayman degan narsalarni aytmoqchi edim. Men ostigam keyin yo'lda ukam, qara, Senur может u gapni yaxshilik ma'nosida seni o'ssin deb, o'zini ustida ishlasin deb, unga yaxshi bo'lsin, senga yaxshi bo'lsin deb aytgandir deganlardan keyin endi men yaxshi oilada tarbiya ko'rganim uchun tushdim, ozgina g'azabimdan tushdim. Shu sababdan endi bilmayman, Senur может u gaplarni boshqacha aytgandir, boshqa shunaqa aytgandir, lekin Senurga rahmat aytaman o'sha gaplardan keyin. Hozir Senur bilan o'sha paytda razницamiz где-то 120 mingdan 100 mingdan oshiq bo'lsa, hozir menda 1 million 300 bo'ladi. Mana shu intervyu chiqquncha men 1 million 300 bo'ladi. 300 ming razницада. Senur 1 million bo'ldi, menda 1 million 300. Bu ishlashimga yordam berdi bu narsa meni. Shu tomonlama Senurga rahmat aytaman. Endi u bilmayman qaysi ma'noda aytgan Senur. Ha, demak, o'sha mashinadagi suhbat, undan keyin oxiriga chiqqan intervyudagi kichkina narezka sizni 2x ko'tarilishingizga sabab bo'lgan. Ya'ni ko'tarilish deganda asab jihatdan. Jahlim chiqish. Mensilmaganda tutdingizmi? Ya'ni xuddi shunaqa men o'zimni ko'p vaziyatlarda shu bo'lganda meni hayotimda Matizda yurgan paytimda so'rashmagan odamlar bordi. Hozir kunora telefon qilib xabar olib turishadi-da. Meni mensimagan odamga men dokazat qilib qo'yishga harakat qilaman. Hayot, meni xarakterim shunaqa. Ko'r, men unaqa emasman. Men sendan kuchliman degan ma'noda isbotlab qo'yishga harakat qilaman o'zim. Xarakterim shunaqa. Yaxshi xarakter, yaxshi odat. Ya'ni buni odam o'zi uchun, shaxsiyati rivojlanish uchun plus sifatida ishlatsa bo'ladi. Umumiy holatda demak, o'zi asli mashinada kelayotganingizda Ozod akani sizga bergan tavsiyalari, demak, tangani ikkinchi taraflarini ko'rsatmaganlarida hozirgi intervyu xarakteri boshqacha bo'lib ketishi mumkin edi. Buning uchun Ostikamga rahmat aytaman. Baribir jamoa sardorlar, glavniysilar va to'g'ri maslahatlarni har doim Ostikamdan olib turganmiz. Shuning uchun ham rahmat aytaman Ostikamga, tangani ikkinchi tomonini ko'rsatganlariga. Demak, hozirgi holatda yomon gumonda emassiz. Senur sizga qanaqadir mensilmagan obrazda ko'rmagan. Menda hammasi yaxshi. Chotki hammasi. Juda ham yaxshi. Demak, bundan keyingi faoliyatingiz ham xuddi avvalgidek davom etadi. Xuddi shunaqada. Juda ham yaxshi. Bu bizani ayniqsa meni juda ham xursand qildi, chunki menda ozgina xavotir bor edi. Bo'linib ketishadimi endi, nima bo'ladi deb. Maksimal harakat qilmoqchi edim bu narsaga. Bitta narsani aytmoqchiman, ko'pchilik buni Ibrohim sevgani uchun tan olinmadi, o'shaning uchun jahli chiqyapti deb o'yladi-da. Bu yerda yo'q, noto'g'ri ketyapti odamlar. Qaranglar. Men o'zi hayotda ichimdan men eng zo'riman degan gapni gapirib yuraman-da o'zim uchun. Bu narsani menimcha hamma gapirish kerak o'ziga. O'sha momentda boshqacharoq, ya'ni sen ishlamayapsan, dangasasan degan narsaga men jahlim chiqib ketib qoldi. O'shaning uchun men bu yerda o'tiribman hozir. Ha, ya'ni deylik, erkaklik g'ururi. Xuddi shunaqa. O'sha paytda boya aytganingizdek, oddiygina yopsa ham bo'lardi-ku suhbatda deb aytdingiz menga intervyu boshlanishidan oldin. Shu narsa sizga qattiq tegib qo'ygan. Ya'ni bu yerda inkor qilingan muhabbat emas. Aloqasi yo'q. Ya'ni jamoadoshingizni sizni hurmatingizga nisbatan birozgina minus gaplar keldi deb o'ylab qoldingiz. Bir muddat. Hozirgi kunda hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi, juda ham xursandmiz va sizlarning jamoalarga biz qo'ldan kelgancha deylik muvaffaqiyat tilaymiz. Bunaqa odamni qo'rqitadigan vohmali narsalar bo'lmasin va o'zingiz xohlagandek o'sha kerak bo'lsa yaqin kunlarda balki kutib qolarmiz. Qasosning natijasi sifatida uylanib ketarsiz balkim. Bu hazil albatta.
Shu o'rinda bizani kuzatib borayotgan auditoriyaga har xil odamlar borda, bir kulgim keladi. Xo'p, kommentariyalarning ichida PR debsizlar, yana hate bir narsa o'ylab topilgan rejali nimadirlar debsizlar. O'rtoqlar, Sinur bilan olingan intervyu fevral oyida bo'lganda. Shunda biza uzoqdan bir 4 oy oldin strategiya tuzib, o'sha narsalarni tuzib ishlab chiqqanmiz-da, bizani boshqa qiladigan ishimiz yo'qmi o'rtoqlar? Ya'ni bu tabiiy kelib chiqqan narsa. Meni o'zimni juda ham ishlarim ko'p. Bu odamdagi muammoni ko'rib, men o'zim hayajonlanib qoldim va o'sha guruhiylar sardori Ozod aka ham ozgina stressda menga yozdilar-da, opa, shu nareskani olib tashlasak bo'lmaydimi deb. Ya'ni hech qanaqa bu joyda ishlab chiqilgan to'qima nimadirlar yo'q, hammasi tabiiy va sizlarni hurmatinglar, kuzatuvchilarni deylik sizga bo'lgan yoki Sinurga, Ibrohimga umuman mana shu jamoaga bo'lgan hurmati sabab Ibrohim hozir mehmon sifatida hamma savollarga javob berib o'tiribdilar. O'shaning uchun gumoninglarni sekin chetga surib qo'yaveringlar, hammasi joyida o'rtoqlar. Qo'shimcha qilmoqchi edim. Что ko'payib ketdi-da o'zi oxirgi payt bunaqa narsalar, hype PRlar bo'lib ketgani uchun ko'pchilik bu narsani bu ham shunaqa deb hisoblatdi. Yo'q o'rtoqlar, unaqa emas. Men imonni o'sha rostdan jahlim chiqib ketgani uchun bo'ldi bu narsalar. Ozgina sizlarni ham xavotirga solib qo'ydim, kechiringlar. Hozir hammasi yaxshi. Kommentariyada aytishibdi, aprel oyini sizlarga berdik deb. Butun aprelni sizlar aylanasizlar menimcha. Xo'p, keyingi savollarimizdan bittasi. Hozirgi kunda chin do'stingiz bormi o'zi? Do'stim demaylikda, do'stlarim deylik bor. Nimadir maslahatlashish kerak bo'lsa, maslahatlashadigan, qaysidir vaziyatlar bo'lsa turib beradigan do'stlarim bor meni. Yaxshi bolalar hammasi, yoshligimdan birga katta bo'lgan bolalar hammasi. Ozod aka bilan ham do'stsiz yoki aka-uka qanaqa? Ozod akam, Abdurahmon akam bilan ham do'stlik hisobida o'tadi. Baribir ular katta hisobda meni akalarim. To'g'ri yo'l ko'rsatadigan, baribir do'stlikkacha ozgina distansiya turadi-da ular bilan. Do'stlik tomonlari ham bor. Katta foizda ular meni akalarim. Ya'ni meni tug'ishgan akam yo'q o'zi. Xudo menga shu akalarni bergan tug'ishganidan ham afzalroq deb aytsam bo'ladi bemalol. Ko'p vaziyatlarda rostdan ham ko'pchilik hozir ukasiga qilmayotgan narsalarni menga qilishganda. Juda ham zo'r. Xo'p, Ibrohim, yana bitta qiziq savol bor-da. Ayol kishini ishlashiga qanaqa qaraysiz? Agar menga yoqmaydi, men xotinim deylik, menga yoqmaydigan ish qilsa, yo'q ishlaydigan, ishxonasi menga yoqmasa, yo'q ishlamasa, lutcha. Masalan, deylik, tarbiyachi yoki pedagog yoki doktor. Ayollarning ishi bor-ku. Doktorni ham endi har xil turi bor. O'shani ham ko'rish kerak. Tarbiyachi deganda bo'lishi mumkin. Agar ayolingiz bloger bo'lsa-chi? Ha. Bloger bo'ladigan bo'lsa, Ibrohim, bilmasam, ko'rish kerak. Shu savoldan keyin hech kim har xil blogerlar bor-da, chunki. Juda ko'p blogerlar bor. Ha, masalan, Sinurga o'xshagan bloger bo'lsa, masalan, nima deysiz? Sinur avvalambor yaxshi qiz. O'zi hayotda 4-marta aytasiz, O'zi yaxshi qiz. Bitta erkakni baxtli qila oladigan qiz, bemalol aytsam bo'ladi bu narsani. Solishtirib ko'rganda baribir bilmasam, hozir aniq bitta qarorim yo'q, chunki bu narsa haqida alohida to'xtalib o'ylanish kerak-da. Baribir oson qaror qabul qilib oladigan narsa emas bu. Agar boshqa vaziyat bo'lganda-da, bloger bilan ozgina o'ylanib qolardim. Sinurga berilgan savolni boshqacharoq qilib beramiz. Uylanadigan variantlaringiz orasida Sinur variant sifatida ko'rasizmi? Ya'g'i. Hazillashaman, o'rtoqlar, bu prosta hazil. 5-marta aytaman, Sinur yaxshi qiz. Uylanadigan, men o'zi rostdan ham o'zi uydagilar ham aytishyapti, bu yil uylantiramiz seni deb. Qaysidir ma'noda qisman ko'rsa bo'ladi. Mana shu nareskadan keyin, bir oydan keyin to'y qilasiz, qasos olib. Hazil. Juda qo'pol hazil bo'ldi deysiz, tamom gapidan keyin. Balki bilmayman, taqdir hamma narsa. Balki bo'lar, balki bo'lmas. Hamma narsa taqdir. Men bitta narsani qilmayman deyish yoqtirmayman. Ya'ni bo'lmaydi o'zim. Xudo qildiradi shu ishni. Bilmaydi, o'sha taqdirga tashlab qo'yamiz. Balki bo'lar, balki bo'lmas. Ha, demak, Sinur bilan variant sifatida uylanishingizni, ya'ni qismanda anaqa qilsa bo'ladi. O'ylab ko'rsa bo'ladi. Qaysidir ma'noda.
baribir kirib o'ylab ko'rish kerak, yana chuqurroq qarash kerak. Men hozir javob bera olmayman, balki keyinroq baribir noto'g'ri gapirgan ekanman mana shu yerda deyishim mumkin. Hozirgi miyam bo'yicha, hozir o'ylayotgan narsam bo'yicha qaysidir ma'noda. Lekin bilasizmi, men kuzatuvchi sifatida bir-biringlar bilan sanlashib gaplashasizlar-ku. Mana Sinur sanlashib gapiradi, urushasizlar. Ya'ni er va xotin o'rtasida ko'zga ko'rinmas samimiy hurmat bo'ladi-da. Do'stlik, partnyorda unaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni qo'pol bo'lsa ham xunuk odatlarni ham yuziga aytib yuboradigan darajada bo'ladi-da ayollar. Mana Sinur ham siz bilan shunaqa ochiq, do'stona muhitda ishlaysizlar, menimcha. Buni yana bilmadim. Ya'ni bu partnyorlikdan er-xotin munosabatiga o'tish qiyinroq bo'lsa kerak, baribir sallab yuborishi mumkin sizni hamma yonida. Shuning uchun ham 100% karlab tashlamayman. Oldin urushga o'rganib qolgan mana bu til ertaga yana sizni urishib qo'yishi mumkin. Endi u paytda siz ersiz-ku, sizga yoqmasligi mumkin. O'shaning uchun maslahat berardim, yaxshilab o'ylash kerak. Ya'ni Sinur emas, o'zi umuman. Bu o'zi umuman oila qurishda yaxshilab o'ylab ko'rish kerak o'zi. Shuning uchun ham men 100% demayman-da. Taqdir, men shuning uchun ham aytdim, qilmayman deb karillab yormayman. Xudo qildirtiradi o'sha narsani qilmayman desanglar. O'zi qo'lni ko'tarish kerak. O'zi sizningcha baxtli oila deganda nimani tushunasiz? Qanaqa bo'ladi baxtli oila? Baxtli oila deganda birinchi bo'lib ko'zimga baribir ota-onam keladi-da. Ota-onamni, oyim bilan adamni birgalikdagi oilasi men uchun dunyodagi eng baxtli oila deb o'ylayman. Ularning bir-birligiga mehri, ishonchi, bizdagi farzandlari hammasi bitta joyda jam bo'lganda va ota-onamga meni rostdan havasim keladi, niyat qilaman, meni ham oilam, xotinim shunaqa bo'lsin, meni ham xuddi shunaqa bolalarim bo'lsin, oilam shunaqa bo'lsin degan ma'noda men shunaqa tasavvur qilaman baxtli oilani. Unda turmush qurishda bir taraflama sevgiga qanaqa qaraysiz? Masalan, siz yaxshi ko'rdingiz, ikkinchi taraf yaxshi ko'rmadi. Deylik, yaxshi ko'rmadi qanaqa? Hurmat qilib, nimadirlarni ustiga balki yaxshi bo'lar deb turmushga chiqyapti. Ya'ni bir taraflama sevgi bilan baxtli oila bo'lishi mumkinmi? Ana bo'ladi-yu, meni sevgim ikkalamizga ham yetadi, men seni baxtli qilaman deydi-yu. Shunaqa qilib uylana olasizmi? Yo ikki taraflama bo'lishi kerakmi uylanishingizdan oldin? Shunaqa deb o'ylardim. Men bir tomonlama bo'lsa bo'ladi. Men o'zi rostdan bitta sevib qolsam ostiga aytadi, sen jinni bo'lib sevib qolasan deydi. Demak, Ozodaka ko'rganmisiz shunda siz sevib qolganingizni? Qachondir ko'rganlar. Shu joyda buzaman. To'xtanglar, demak, Ozod sizni Majnun bo'lib sevganingizni ko'rganlar. Ko'rganlar. Va u Sinur bo'lganmi? Yo'q. Bu boshqa qiz вообще. Men bitta qizni yaxshi ko'rganman. Uylanaman degan planim bo'lgan. Qo'pol vaziyat, juda ham qo'pol vaziyat. Men ishoncham beraman deb bir sevganim bilan birga o'sha momentda ishonib tekshirmay ancha arqonni uzoqroq tashlab qo'ygan momentimda ko'nglim nimadir bo'lsa sezadi o'sha momentda. Sal nimadir nitodijeniya bo'lsa sezadi-da, ko'nglim g'ash bo'lib yuribdi, bitta tortdim o'sha moment arqonni. O'shanda bitta bola bilan ko'rib qolganman chatlarni, boshqa balobatlarni sevdim, o'ldim, kuydim. Men boshida aytganman, yaxshi ko'rsang ayt. Boshqasini ogohlantirib qo'yganman-da. O'shandan keyin yo'q, men ancha sovib qoldim bu narsadan. Ya'ni bir tomonlama sevgi bo'lishi kerak emas, ikkita tomon sevgani yaxshi lutchi. Bu taxminan necha yil bo'lgan bu munosabat bo'lganiga? Yo'q, ko'p bo'lmadi. 1 yil bo'ladi yaqinda. Qachon tugadi o'zi? Iyunladamidi shunaqa? Maymi, iyunlada. Taxminan o'sha yoz oylarida siz aktivlikni boshladingiz. Demak, o'sha orqali siz yana hamma fokusingizni o'zingizga berib bo'yatganingizda. Ko'rdingizmi? Rivojlanishni boshlagan ekansiz. Chunki yoz oyida siz ko'rindingiz-da, ungacha rostdan ikkinchi darajali. Bu ham qanchadir ma'noda o'sha anaqa desa bo'ladi. Sabab desa bo'ladi. Qasoskorlik. Alamni ishdan olish degan. Demak, boya aytganimizdagi jamoaga qiz bolani qo'shilishi yoki Sinur bilan bog'liqlikdagi munosabatlar emas, ya'ni bundan tashqari, ya'ni sizni ozgina dilingizni, qalbingizni xira qilgan munosabat bo'lgan. Shundan keyin mana shu qaror yaxshi deb o'ylayman hozir. Yana bilmadim. Ibrohim, har bitta odamni hayotda o'zini qanaqadir ichki qo'rquvi bo'ladi-da. Sizni eng ko'p qo'rqitadigan narsa nima? Meni eng ko'p
qo'rqitadigan narsa. Men ota-onam yoshligimda hamma narsani qilib berishganda men uchun. 5 yil Qozog'istonda ishlashgan. Hozirgi turgan uyimiz uchun pul yig'ishgan o'sha momentda. Meni kam qilishmagan hech kimdan. Men shu qilib bergan narsaligi uchun ota-onamga hamma narsani qilib bergim keladi men ham. Hajlarga jo'natgim keladi. O'zligi yoqtirgan narsalarni olib bergim keladi hammasini. Zo'r uylarda yashatgim keladi va shu narsani qilishimdan oldin Xudo meni ota-onamdan ayirib qo'yishidan qo'rqaman. O'lim har bitta bandani boshida bor, bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, lekin men duo qilaman, ey Xudoyim, men shu narsalarni ko'rsatmagunimcha ota-onamga, shu narsalarni qilib bermagunimcha ota-onamni ayirib qo'yma mendan. Men ular bilan sinab qo'yma degan duoni qilaman. Shu. Duolaringiz ijobatida tez kunlarda yashash nasib qilsin deb qolamiz. Rahmat kattagon. Biroz ta'sirlantirdi bu javob. Haqiqatda har bitta ota-onaning orzusi bu farzandini rivojlanishini ko'rish. Xo'p, yana bitta qiziq savolimiz bor. O'zingiz yoqtirmaydigan odatingiz bormi? Bor, dangasaman. Yanagida dangasalik qilib qolaman. Shu odatimni yo'qotsam yaxshi bo'ladi. Keyin undan ham yomon ko'radiganim bor ekan bitta. Yaqinda tushunib yetdim. Meni xayolim sal bir xil payt har xil joyda bo'lib qoladi-da. Ya'ni diqqatim bo'linib qoladi bir xil payt. O'sha narsani to'g'irlashim kerak men. Hozir ustida ishlayapman shu narsani to'g'irlash. Diqqatimni bitta joyga qaratishga ishlayapman. Hamma e'tiboringizni muammolarga qaratsangiz kerak unda. Shunaqa. Hop, aytishadi-yu, muammoga emas, yechimga qarating deyishadi-yu. Bitta ish qoyil qilmagan chala savat motivatorlarimiz bor-ku, birovlardan eshitib qo'ygan gaplarni gapirishadi-yu. Rostdan, bu haqiqat. Yechimlarga qaratish kerak. Siz uchun qalb xotirjamligi nima unda? Dunyoviy qilib oladigan bo'lsak, pul. Pul ko'pchilik erkaklarni, даже hamma erkakni deylik, qaysidir ma'noda nima uchun pul? Chunki yaxshi ko'rgan odamingizga nimadir olib berasiz. O'sha xotirjam qiladi, ya'ni erkak kishini kuchliroq qiladi, ishonchliroq qiladi, o'ziga duxini oshiradi pul. Boshqa tomondan bo'ladigan bo'lsa, men ko'p vaziyatlarda harakat qilib ko'raman-da. Nimadir masala kelib qolsa hal qilishga. O'zim kuchim bilan hal qilishga harakat qilaman-ki, oxiri charchab, bo'ldi deyman. O'zing yechim ber deyman. Xudoyim, men topolmadim yechimini deyman. O'shanda bo'ldi, qalbim xotirjam bo'ladi. Yechimi ko'p bo'lmaydi, 1-2 kundan keyin hal bo'ladi shu narsa. Javobingiz meni juda ham xursand qildi, chunki ko'pchilik yoshlar hali bu narsani anglab yetmaganda. Xo'p, Ibrohim, ayollarda nimani kechira olmaysiz? Men yana eski xotiralarga qaytaman-da hozir. O'sha xiyonatni kechira olmayman. Chunki aytganda o'sha nima bo'lganini aytib berdim sizga. Odam, men aytaman-da, o'zi отношениyada agar kimdir bo'lsa, qalbingda kimdir yoqtirishni boshlasang, aytgin menga. Ya'ni ushlab turma meni bu bilan. Qalbingda boshqa odam bor, meni ham ushlab turishga harakat qilma deb ogohlantirib qo'yaman. O'sha narsani bilganimdan keyin shu darajada soviyman u insonga nisbatan va qaytib tiklab bo'lmaydi. Butun umrli tiklab bo'lmaydigan darajada sovib qolaman. Xo'p, hozirgi kunda ajrimlar, turli xildagi konfliktlar ko'payib ketyapti-da. Ya'ni ayol va erkak bir-birini tushunmasligi bo'yicha menda qiziq savol tug'ildi hozir. Ya'ni ayolingiz sizga videolarni qizlar ishtirokida olmang desa, nima javob berasiz ularga? Men o'zi ko'p olmayman qizlar bilan video. Nega? Har ikkita videoyingiz bittasida qiz bola chiqadi shekilli. Ya'ni senur chiqadi. Ko'p olmayman deganda, ko'proq foiz rostdan ham mana osti kamgilar bilan bo'ladi-da bu narsa. O'g'il bolalar bo'ladi. Auditoriyam ham katta foiz o'g'il bolalar menda. Endi joyi keladi, qizlar bilan ishlab qolishimiz kerak bo'lib qoladi. Kasbimiz shu baribir. Blogging, reklamalar, boshqa balobatlarlar bo'ladi yoki-da qaysidir qiz bola muzikant bilan kollaboratsiya qilishim kerak bo'lib qoladi. O'sha momentda meni to'g'ri tushunishini xohlayman ayolim, chunki bu meni ishim. Shu narsa orqali men pul topaman. Juda ham yaxshi. Xo'p, savollarimiz orasida blitz savollar bor. Tez o'qib eshittiramiz. Xo'p, birinchi savolimiz: rost gapirib odamni yo'qotishmi yoki yolg'on bilan ushlab turish? Oldin yolg'on bilan ushlab turish edi, hozir rost gapirib yo'qotish. Shon shuhratmi yoki kamtarin baxtli hayot? Unisi ham, bunisi ham. Shon shuhratiga kamtarin baxtli hayot o'rtasi bo'lgani yaxshi.
Har ikkisi. Har ikkisi. Lekin bilet savolimiz shundan iboratki, bittasini tanlashingiz kerak. Chunki bilasizmi, shon shuhratda yurgan odam xotirjam, kamtarin hayotda yasholmaydi-da, chunki hamma qayerga chiqsa hamma boraveradi. Endi ayoli bilan yoki farzandlari bilan deylik dam olishga chiqsa, dam olish u yoqda qolib ketib, hamma suratga tushib ketadi. Ya'ni har doim nagruzkada bo'ladi-da. Shu uchun mana shu savol tuzilgandi. Men o'zimning variantimni ham boshqacharoq qilib aytib beraman-da endi. Mani hozir men dunyodagi eng zo'r oilada yashayman. Ota-onam eng zo'ri men uchun. Oilam tinch meni. Hamma narsa zo'r menda hozirda. Shon shuhratim ham bor. Menda ham baxtli hayot ham bor, shon shuhratim ham bor. Shuning uchun ham hozir men eng zo'ridaman. Shuning uchun o'rtasini aytdim. Juda ham yaxshi. Demak, wow effektiga shon shuhrat emas, hozirgi kamtarin hayotingizdagi o'sha kichkina deylik muvaffaqiyatingiz siz uchun o'sha kerakli baxtni beradi. Juda ham yaxshi. Keyingi savolimiz. 4 million auditoriyami yoki tinch oila? Tinch oila. Oila baribir. Chunki auditoriya 20 million bo'lsa ham baribir oilangiz tinch bo'lmasa qiyin-da. Ta'sir qiladi ishga. Oila baribir. Oila muhim. Sevgimi yoki sadoqat? Sadoqat. Xo'p, Ibrohim, 5 yildan keyin o'zingizni qaysi darajada ko'rasiz? Bunga sal uzunroq javob bersam maylimi? Bu narsalarni ko'p joyda aytmaganman-da va hozir aytishga qaror qildim. Mo'j kimdir kulishi mumkin bu javoblarimdan. Va bu bilib qo'yinglar, bu men uchun motivatsiya beradi. Kulaveringlar bemalol. Xullas, men 5 yil oldingi Ibrohimga qarayman-da, hozirgi darajamga qarayman. 2x da ishlagan bo'lsam, shu darajaga chiqish uchun 5 yil oldin. 5 yildan keyingi Ibrohim bo'lishim uchun harakatimni ham, niyatimni ham 4x qilishim kerak. Meni planlarim juda ham katta. Men ne только O'zbekiston, даже mirovoy darajada taniqli bo'lishni xohlayman. Miyamda bitta narsa turadi-da, ancha yoshligimdan shu narsa bor menda. Men bu dunyoga bekorga kelmaganman. Yoshligimdan turadi bu narsa. Men nimadir qilaman bu dunyoda, keyin o'tib ketaman. Keyin dunyo umrim oxiriga yetsa bo'ladi. Ungacha nimadir qilishim kerak men degan narsa turadi miyamda. Xullas, planlarim bor. Ne только O'zbekiston, даже mirovoy darajada ashulalar yozish. Meni g'ashimga keladi bitta narsa. Rossiyada ham, bizda ham qilishgan bu narsani. Chet el tilida ashula yozib ko'rishgan bizning ashulachilarimizda, lekin yemagan. Men bir narsani xohlaymanki, chet elliklarning ashulasini biz eshitamiz-ku, ularning tilini tushunmasak ham joyi kelganda. Chet elliklar bizning ashulani eshitsin, bizning tildagi ashulani eshitsin. Men o'sha darajaga olib chiqa olay, O'zbekistonni degan duh bilan men harakat qilaman. Shu meni 5 yildan keyingi katta planim. Adashmasam, qaysidir qo'shiqlaringiz SNG davlatlariga chiqib ketgan. Qaysidir ashulalarim SNG davlatiga chiqqan. Rossiyada ijod qiladigan reper bilan, Ganvest degan reper bor. O'shan bilan ham meni ashulam bor. Ya'ni fitimiz bor, birga chiqarganimizda. Unda ham men iymini o'zimizni sof tilda aytganman, rus tilida emas iymini. Чтобы O'zbekiston tanilsin butun dunyoga. Hozir suhbat davomida javobingizda katta maqsadingizni aytib o'tdingiz-da va menda bitta savol tug'ildi. Siz o'tib ketgandan keyin odamlar sizni bir so'z bilan eslashi kerak bo'lsa, o'sha so'z qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Ya'ni Ibrohim bor edi deyishganda qanaqa sifat bilan eslashlarini xohlaysiz? Yaxshilik bilan. Ya'ni qaysi ma'noda yaxshilik bilan? Tabiatdan o'zi sal anaqamanda nimasi bo'ladi. Bu maqtanish emas. Hozir ham aytishdan oldin uyalib aytmayman davomli. Yaxshilik qilish yoqadi o'zimga. Deylik kimdir qiynalayotganini ko'rsam, men o'zimda oxirgi anaqalarim qolsa ham, deylik qolgan pulim bo'lsa ham, o'sha odamni o'sha momentda xursand ko'rish meni xursand qiladi-da. Xohlardim odamlar shunaqa yaxshiliklarim orqali eslashini xohlardim men o'tib ketganimdan keyin. Juda ham yaxshi. Xo'p, hozirgi kunda yoshlar orasida Instagram juda ham faollashib ketgan, ya'ni bilsa ham, bilmasa ham duch kelgan videolarni qo'yib, aktivlarni oshirishmoqchi. Hozirgi yoshlarga qarata aka sifatida, tajribali bloger sifatida nima maslahat bergan bo'lardingiz? Odamlarga foydali tegmayaptimi, zararli ham tegmasin deb maslahat bergan bo'lardim. Juda ham yaxshi. Ibrohim, xarakteringiz jihatidan men uchun yangilik bo'ldi bugun, ya'ni siz bilan suhbat davomida. Chunki boya aytganimdagi videolaringizda siz bunaqa xarakterda ko'rinmaysiz.
qachon endi o'zingizni xarakteringiz bilan ommaga o'zingizni qanaqadir videolaringiz bilan chiqmoqchisiz? Masalan, yaqin kunlarda biz ko'rdik, kino oldinglar. Unda sal obrazdan boshqacha obrazda gavdalandingizda, ya'ni jiddiy, deylik, yomon odatga ega inson obrazida. Ya'ni aktyorlik mahorati ham bor ekan. Va yoshingizga yosh qo'shilganida kelajakda qanaqadir jiddiy rollarni sizdan kutaylikmi, deylik, foydali, tarbiyaga xos, bolalarni tarbiyaga chaqiradigan. Ya'ni manfaatliroq narsani. Ha. Da biza manfaatli narsa berishimiz kerak. Hozirgi qotgan kontentlarimiz ko'ngilochar bo'lishi mumkin, lekin meni planlarimda, kelajakdagi planlarimda yoshlarga nisbatan baribir qaysidir ma'noda foydasi tegishi kerak kontentlarimizda. Shunchaki bo'lishi kerak emas. Biza shuncha yosh auditoriyani yig'dikmi o'zimizga? Mayli, anaqa qotgan ko'p foizi ko'ngilochar bo'lsin, shunchaki bo'lsin, qaysidir ma'noda baribir kerak bizdan manfaatli kontent bo'lishi uchun. Tarbiyaga chaqiradiganmi, boshqami. Va hozir shu haqida o'ylab yuribman aytgancha. Hozirgi planlarimda bor. Nasib balki bu yil bo'lar. Xudo xohlasa. Intervyu boshlanishidan oldin bitta gap aytdingizda, meni biroz hayron qoldirdi va xursand qildi. Ya'ni aytdingizki, meni shu obrazim odamlarga yoqadi va shu orqali menga auditoriya kiradi. Lekin asosiy meni maqsadim mana shu odamlarni o'zimga bog'lab olganimdan keyin haqiqiy xarakterimga mos, ularga foyda keltiradigan sekin-sekin kontentlarni boshlayman. Ya'ni hozir men ularga yoqadigan ish qilib turaman. Ular уже meni yoqtirganidan keyin, ya'ni kontentlarimni foydaliroq qilishga o'tkazaman degan edingiz va ichimda молодец degan fikr bo'ldi-da. Ya'ni agar bu maqsadingiz bo'lsa, albatta omad tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Umumiy holatda siz bilan bugungi suhbat men uchun juda ham qiziq bo'ldi. Menimcha kuzatuvchilar uchun ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Sababi men shaxsiyatingizni bugun alohida o'zim uchun ochdim. Va kadr ortida kuzatib turgan insonlarga bitta gap aytmoqchi bo'lardim. Sizlar Instagram orqali yoki bo'lmasam YouTube orqali ko'rayotgan barcha insonlaringlar bu faqatgina rol bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'rayotgan barcha narsalarimiz haqiqat emas. Shu sabab har bitta insonni qanaqadir, deylik, ko'cha tilida aytamiz, обсуждать deydi, muhokama qilishdan avval u insonni fitratiga nigoh tashlang va u inson haqida keyin qanaqadir qaror qabul qiling. Bugun suhbatimizda Ibrohim Erkinjonov bo'ldi. Ishonamanki, o'zinglar uchun kerakli bo'lgan savollaringizga javob oldinglar va bu insonni sizlar ham menga o'xshab alohida shaxsiyatini kashf etdinglar. Intervyumiz qiziq bo'lgan bo'lsa, o'zinglarning fikringizni qoldiringlar va keyingi ishtirokchi kim bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Sizga esa alohida rahmat. Agar bu loyiha bo'yicha qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, eshitishga tayyormiz. Oxirgi gapimni gapirmoqchiman. Intervyuda shuncha narsani gapirdim. Men seni sevaman. Agar shu kuni shu gaplarni gapirmaganda mashinada men uydagilarni sovchilikka jo'natib, balki hozir to'yimiz bo'lgan bo'lishi mumkin edi. O'sha gap meni to'xtatdi. degan gap kutdi odamlar menda. Shu kerak emas edi. Yo, hozir sal mana shunaqa qo'polroq ham hazillashib turaman orada. Shuncha intervyu nima bo'ldi deb hozir menda bilasizmi, miyamda majlis boshlanib ketdi. Ya, hazilkashroqman ozgina. Seriozniy bo'lganim bilan bor. Kechiringlar, sizlarni ham qo'rqitib yuborgan bo'lsam. Kompensatsiya talab qilaman deydi. Bu hazil o'zingizga qimmatga tushmasa bo'ldi, nima ham deymiz. Lekin loyiha bo'yicha o'zingiz fikrlaringiz bo'lsa, rostdan ham hazilsiz fikrlaringizni eshitish jamoamiz uchun juda ham qiziq. Intervyu uchun avvalambor rahmat. Adashmasam birinchi intervyungiz? Meni birinchi intervyum bu. Yo'dimasdan qabul qilganingizga. Ancha ichimdagi yetadigan narsalarim bor edi auditoriya bilan. Shu intervyu orqali to'liq ko'rib olishligi mumkin. Endi storieslarda ko'p bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ham to'liq ko'rib olishligi mumkin. Xullas, rahmat. Ishonamizki, siz auditoriyangiz bilan bu suhbatdan keyin yana ham yaqinlashasiz va auditoriyangiz bu suhbatlardan keyin sizga nisbatan 2 karra hurmati oshadi degan umidimiz bor. Xudo xohlasa. Yana bitta narsa aytay. Men hozir bitta va'da bermoqchiman. Bu o'zim uchun ishlashga harakat qilishimga yordam beradi. Mana shu intervyuda va'da bermoqchiman. Men 1 yildan keyin shu yil yoki shu yildan keyin men o'zimga Mercedes mashinasini olmoqchiman. Maqsadlarim orasida bor-da. 2027-yil. katta albom yozmoqchiman.
ya'ni muzikant darajasiga chiqmoqchiman O'zbekistonda, uровни bor muzikantlar darajasiga chiqmoqchimanda. Xudo xohlasa shu darajani urib, keyingi intervyuda mana shu narsalarni eslab, o'zimni va'damni bajarganimni aytish xohlayapman. Shu narsani va'da bermoqchiman men hozir. Inshaalloh. Xudo xohlasa inshaalloh. Juda ham zo'r niyat bo'ldi, lekin bunga yarasha juda katta mas'uliyatni bo'yningizga olib qo'ydingiz. Albatta. Sababi buni ko'radigan, deylik, sizni podpishchiklaringiz, kuzatuvchilaringiz bu narsa bo'lmasa, hafsalasi pir bo'lishi mumkin yoki sizga nisbatan negativ ketib qolishi mumkin. Shuning uchun hozirgidan ham ko'ra ko'proq endi menimcha sizni katta mehnat kutyapti. Albatta. Va niyatlaringizga yetib yurishingizni biz tilaymiz va keyingi suhbatda xuddi shu darajada aytganingizdek, va'da qilganingizdek darajada suhbatlashish nasib qilsin. Aytganingizga. Tashrifingiz uchun alohida rahmat. Sizga ham Bu rahmat. suhbat hamma uchun foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.